Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan Alloh yaratgan eng go'zal mevalardan biri anor haqida gaplashamiz. Anor Qur'onda ham bir necha bor zikr qilingan. Alloh taolo uni jannat mevalari qatoriga qo'ygan. Shuning o'ziyoq bu meva naqadar barakali ekanini ko'rsatadi. Har bir anorning ichida yuzlab mayda urug'lar bor. Har bir urug' Allohning yaratish mo'jizasidir. Ba'zan bir don anorning ichida 600 dan ortiq urug' bo'lishi mumkin. Subhanalloh. Anor nafaqat chiroyli, balki juda foydali ham. U qonni tozalaydi, yurakni mustahkamlaydi, immunitetni oshiradi va terini yoshartiradi. Ayniqsa ayollar uchun tabiiy go'zallikni saqlovchi eng yaxshi mevalardan biri. Anorning po'stlog'ida ham shifo bor. Undan choy tayyorlab ichish tomoq og'rig'iga, sovuqda himoya uchun juda foydali. Har safar anor yeyishda uning har bir urug'ida yashiringan ne'matni o'ylang. Chunki bu oddiy meva emas, baraka va shukr ramzidir. Shuning uchun bugun bir anor yeyishdan avval shunday niyat qilaylikki, ey Robbim, menga shifo va baraka ato etganing uchun senga hamd bo'lsin. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va barakali mevalar haqida keyingi videolarni